Assalomu alaykum. Yaxshilarim, yana bir bora uyg'ondingiz. Ko'zingizni ochdingiz. Allohga shukrlar. Demak, baxtlisiz. Orzular diyorining yana bir kuni hammamizga muborak bo'lsin. Allohim duolarimizni qabul qilib, niyatlarimizni ijobat aylasin. Allohim, o'zing nursan, o'zing musavvirsan, o'zing rahmonsan, o'zing karimsan. Tonglarimizni ibodat, iymon, taqvo nuri ila yorit va shu nur ila yashash baxtini bergin. Bizni kuzatayotgan mehri qaynoq qadrdonlarim, tinglab borayotganingiz yaqinlarimga tabriklar loyihasi, shu loyiha boshlovchisi Malak xonim siz bilan bizga kelib tushgan tabriklarni o'z egalari tomon yetkazishda davom etamiz. Qani ketdik azizlar, xursandchilik ulashamiz. Alo, assalomu alaykum. Yulduzxon opa bilan bog'landikmi? Ha. Yaxshimisiz, salomatmisiz opajon? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Rahmat. Avvalambor go'zal shukronangiz payg'ambarimizga ummat, Allohimga esa chin ne'mat bo'lgan nurafshonli, baxtli kunlaringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz sog' salomat bo'lsin. O'zimni tanishtirsam, ayni daqiqalarda Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan tabriklar loyihasi, shu loyiha boshlovchisi, g'oyibona suhbatdoshingiz Malak xonim bo'laman. Bugun loyihamiz orqali sizni xursand qilishni, tabriklashni istagan aziz insonlaringiz bor ekanlar. Kim bo'lishlari mumkin? Taxminlaringiz bormi? Taxminlarim? Qizim bo'lishi mumkin, Shahnozaxon. O'g'lim bo'lishi mumkin, Muhammad. Yo'qmasam xo'jayinim bo'lishi mumkin. Xo'jayinim Rasidayu, Nargiz. Bugun sizni xursand qilishni, tabriklashni istagan, juda ham yaxshi ko'ruvchi, borligingizni baxtim deguvchi nabira dilbandingiz Zubayr hamda kelin qizingiz Gulshanoy opamiz sizni xursand qilishni, tabriklashni istabdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Go'zal tilaklarga Surayyo opajonimiz, farzandlaringiz Shahnozaxon opamiz, Muslimaxon, Asmona ham o'z hamrohliklarini bildiribdilar. Rahmat. Ruxsat bersangiz, bugun nabira dilbandingizni hamda kelin qizingizni sizga aytar so'zlari, o'zgacha tilaklari bor ekan. Maylimi shu so'zlarni siz uchun o'qib eshittirsam, ruxsat bera olasizmi? Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Unda sizga atalgan go'zal tabriklarni siz uchun o'qiy boshladim. Shodliklarim sig'may ketar tanamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga, farishtaga o'xshar deyman aslida. Farishtalar o'xshar mening onamga. Ming donodan o'tib tushar zehni bor, dunyolarga yetib ortar mehri bor. Allasida o'zgacha bir sehr bor. Farishtalar o'xshar mening onamga. Kerak emas tillo zar onamga. Kerak emas qanoti par onamga. Shu sababdan farishtasiz deya olmayman. Farishtalar o'xshar mening onamga. Assalomu alaykum. Bizning mehri go'yo, qalbi quyosh, sevimli yuz ko'zlari farishtali bo'lgan jannat iforli mehribon oyijonimiz. Bugunkidek go'zal shukronangiz ikki olam sarvari payg'ambarimiz Muhammadga ummat bo'lgan baxtli kunlaringiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz sog' salomat bo'lsin. Rabbim Allohim aziz joningizni biz uchun ham omonda asrasin. Ikki dunyo savobi-yu saodatlari bilan, go'zalliklari bilan quvontirib yursin. Eng baxtli kuningizni birini Rabbimning go'zal baytiga borib o'tkazmoqlik, birgalikda tavoflar qilib, labbayk Allohumma va labbaylarni aytmoqligimiz nasib ro'z eylesin. Yaratganga shukronalar bo'lsinki, hayotimda sizdek sabrli, sizdek mehribon, oqil insonim bor. Mehru muhabbatingiz, tinimsiz mehnatingiz, sabr va toqatingiz hayotimdagi ne'matlardan biridir.
bergan tarbiyangiz, o'rgatgan saboqlaringiz, qilgan duolaringiz har qadamda yo'limizni yoritib kelmoqda. Hamisha yonimizda, baxtimizga sog' bo'lib yuring. Yaxshi kunlarimizda, nabiralaringizni to'ylarda duogo'yimiz bo'lib yuring. Sizni jonimizdan-da ortiq yaxshi ko'ramiz. Mana shu xonadonga kelin bo'lib tushgan kunimdan boshlab mehr berdingiz. Farzandlaringizni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bizga ham shunday mehr berib onalik qildingiz. Aqli dono, saramjon, sarishta, hammamizni birdek ko'rishga harakat qiladigan, tinmay duolar qiladigan jannatimsiz. Baxtimizga sog' bo'lib yuring. Biz bemor bo'lsak onamizdek qayg'urdingiz. Xato qilsak chiroyli gapirib yo'l ko'rsatdingiz lobar onajonimizsiz. Inshaalloh Ka'batullohlarga birgalikda borib ilohim hojilik unvonlariga ega bo'lib yuring. Hamisha baxtimizga sog' bo'lib yuring. So'zi asal, duolari chiroyli onajonimiz. Ilmingiz ziyoda bo'lsin-u, farzandlaringizga bergan tarbiyangizni rohatini ko'rib yuring. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Hamisha shunday to'g'ri yo'l ko'rsatadigan mehribon onajonimiz bo'lib, duogo'yimiz bo'ling. Sizni jonimizdan-da ortiq yaxshi ko'ramiz deya bugun go'zal va samimiy tilaklarni kelin qizingiz Gulshanoy opamiz hamda nabirangiz Zubayr maxsus yozib qoldiribdilar. Sizni ham aytar so'zlaringiz, o'zgacha tilaklaringiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Rahmat, sog' bo'linglar sizlar ham. Ular ham meni baxtimga sog' bo'lsin Allohim. Nuralar uzun bo'lsin. O'ziga tilayman, tilaylar bollar bilan Allohim. Ashi Ka'batullohlarga borsin Allohim. Zubayr qosim ham katta yigit bo'lsin Allohim. Allohga shukr, alhamdulillah. Allohga shukr. Rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat sizga ham. Bolalarimni baxtiga sog' bo'lsin Allohim. Meni baxtimga shu bola ham sog' bo'lib yursin Allohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Otasining ne'matinga bersin Allohim. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Go'zal kunlaringiz ko'p bo'lsin, yaxshiliklar doim hamrohingizga aylanib yursin. Bugungidek go'zal, shukrona kunlarni yaxshi o'tkazib oling, sog' bo'ling, salomat bo'ling ilohim. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi go'zal taronamiz siz uchun maxsus. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin.